Assalomu alaykum, hurmatli antikorrupsiya kanalining kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Xabaringiz bor, hozirgi kunda oxirgi paytlarda erkin ommaviy axborot vositalari blogerlarga nisbatan qandaydir salbiy chiqishlar, salbiy voqealar sodir bo'lmoqda. Mana ko'pchiligi jinoiy javobgarlikka tortilyapti, ko'pchiligini sud jarayonlari ketyapti. Shu fonda mana yaqinda bizni hamkasbimiz Elyor Tojiboyev 4 yilga hukm qilindi. Bir epizod bor, bir video bor, hali jamoatchilik ko'rmagan. O'sha videoni sizni e'tiboringizga hozir havola qilaman. O'sha yerda bir sizlardan izoh so'rab qolaman. Shu videoda Elyor Tojiboyev hokimiyat vakiliga uni o'z majburiyatlarini bajarishiga qarshilik qilganmi, yo'qmi? O'zlaringizni izohlaringizni qoldirishni so'rayman. Nimaga buni oldindan efirga chiqyapman? Sababi xolislik nuqtai nazaridan videoga hech qayerni qirqmadik va hech qaysi joyini montaj qilmadik. Men shuni qo'yaman. Bu video bo'lib sababi juda ko'p. Sababi 10 minut yoki 5 minut qilib bo'lib o'sha qo'yib boraman, lekin hech qaysi joyiga o'zgartirish kiritmayman. Montaj ham qilmayman. Na Elyorbek Tojiboyevni ustidan shikoyat qilgan bloger va jurnalistlarga e'tiroz qilayotgan joyimiz yo'q yoki Elyor Tojiboyevga qilayotgan e'tirozlarimiz yo'q. Xolislik nuqtai nazaridan siz aziz kuzatuvchilar va kanalimiz obunachilaridan mana shu videoga qarab Elyor Tojiboyev haqiqatdan ham shu hokimiyat vakiliga yoki ichki ishlar organi xodimlariga faoliyatini olib borish uchun qarshilik qilganmi, yo'qmi degan savolga videoga ko'rib o'zlaringizni fikr va mulohazalaringizni bildirib kommentariya qolishlaringizni so'rab efirga chiqyapman. Hammalaringizga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Iltimos qilaman, kommentariyalarda hech kimni haqorat yoki bo'lmasam shaxsini kamsituvchi so'zlarni yozmasliklaringizni so'rayman. Kimda kim o'sha haqoratli izohlar qoldirsa, ilojsiz kanaldan bloklashimizga majbur bo'lamiz. Shuning uchun madaniyatni saqlagan holda hamma o'zini fikrini, izohlarini qoldirishni so'raymiz. Yana qaytarib aytaman, biz hech kimga mana davlat xodimlariga, ichki ishlar organlariga yoki Elyor Tojiboyevning ustidan shikoyat qilganlarga yoki Elyor Tojiboyevga nisbatan nima deydi, pozitsiyada turganimiz yo'q. Xolislik nuqtai nazaridan videoni e'lon qilyapmiz. Hali bu video hech qayerda e'lon qilgani emas. Mana xolislik nuqtai nazaridan shu videoni e'lon qilyapmiz va o'zlaringizni fikrlaringizni qoldirishni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni tomosha qilamiz. Marhamat. Антикоррупция. Bo'lmasa xolisda kelaveringlar, men Elyor akamni tanishtirib boshlab turaveramiz. Elyor aka chiqib oling. Uyga gaz chiqsin. Uyga gaz chiqish kerak. Uyga gaz borda albatta. Turg'uz. Mehmonga kelishdi. Shu uyga belgilangan. Ajrimni shu ko'rsat. Bu Elyorga tanishtirgan bo'lsin. Qo'shimcha xo'jaliklar boshqa bu nima qilingan bilmayman. Sud qarorini tanishtiring. 2025-yilning 29-aprel kunida Farg'ona shahar sudi binosida Tojiboyev Elyorbek Madanovich yashab kelgan Farg'ona shahar Huvaydo mahalla fuqarolar yig'ini Humoy ko'chasi 33-xonadonda hamda boshqa yordamchi xo'jaliklarda tintuv o'tkazish bo'yicha ajrim chiqarilgan. Endi bu imенно sizning nomingizda deyilmayapti bitta. Siz yashab kelayotgan. Men yashab kelayotganim Oybek A4A16 da. Shu bo'yicha. Keyin adam Uyga gaz chiqish kerak. Sizlar men bilan yashash xonadonimga borasiz. yo'q, adam ko'rib ko'ramiz aka, ba'dan ko'rib ko'ramiz. Chunki ko'raverasiz e'tirozni. Uyga gaz chiqish kerak. Keyin ajrimi bilan aka, ba'dan xolislar chaqirasiz. Kirishadi. Men ommaviy axborot vositasi vakillarini taklif qilaman, chunki xolis bo'ladi biz tarafdan ham.
Bu xolislarni biz bilmaymiz-da, chunki mana qo'shninikida o'tkazilgan holatda bilaman. Keyin himoyachimni chaqiraman, ha. Aka bunaqa narsa hozir Himoya huquqim bor. aka juda yaxshi himoya Himoya huquqim bormi? Ha, himoya Bo'ldi, himoyachimni aka chaqiraman. bir minut himoyachisiz bitta tintuv qatnashish. Yo'q, u- ko'rsatib o'tilmagan aka. Yo'q, yo'q aka u- jinoyat prosedurasi Yo'q, ko'rsatib o'tilmagan. yo'q, siz Yo'q, aka ko'rsatib o'tilmagan. tuzyapsiz-da. Yo'q, bemalol aka agar norozi bo'ladigan Yo'q, bo'lsa, yo'q. qurilish tashkiloti. Yo'q, men unda kirgizmayman baqasiz. Yo'q, aka. Himoyachiga. Men siz bilan mana shu yerda turaman. Boshlayveramiz, bo'ldi. Marhamat. O'zingiz biling. Keling xolisdan. Yo'q, kechiravering. Siz yashagan xonadonsiz aka? Maniki oylik to'rt armono. Bu yerda qancha o'tirasiz? Hatta yo'qmayman, kelib ketaman onamdan xabar olib. Onamdan xabar olib kelib ketaman. Bu yashash xonadoni ko'rilaveradi. Xonadon o'ziga kelishdi. Maniki propiska mo'ljalga to'rt armono. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sanchilasiz? Akajon, eshik ochiq, xolislaringiz bor, sanoq huquqim tuzilyapti. Men sizga aytyapman, siz bemalol mana aka. Bo'ldi, bitta. Kelinglar, baqa keng. Elyorbek. Xonadon aka. Elyoraga to'xtab tursiz. Ketmang. Bir qadam jilmang. Mana shu chekkadan bir qatordan boshlaymiz. Chap tomondan. To'xtab turasizlar. To'xtab turasizlar. Onam. Baribir to'xtab turasizlar deganiga. Yo'q, siz qanday bilan narsa tashlab qo'yishingiz mumkin. Eshittinglar, mana xonadon O'sha birga yonda yurish uchun Elyor aka, bu xonadon vakili opalam o'zingiz bilasiz. 2025-yil 19-aprel kuni Farg'ona shahar sudini ajrimi chiqqan Huvaydo Farg'ona shahar Huvaydo mahalla fuqaroligini Xumor ko'chasi 30 xonadon hamda boshqa yordamchi xo'jaliklar tintuv o'tkazish masalasi bo'yicha. Bunga Esanov Shuhrat Inamovich, Musinov Nodir Mirzo Bahromjon o'g'li, hozir Soliyev Ma'rufaxon Ikromovlarni arizalari. Bu kishimni Elyor akam o'sha ularni haqorat qilib, O'zbekiston komandasi nomli kanalga o'shanaqa har xil kontentlar joylaganligi bo'yicha. Ya'ni biz uni telefon Toshxo'jayeva orqasidan Toshxo'jayeva. Deyman hayvonman. Sudga ham borganimdan xabarim yo'q. Endi holatda narsa. Sizni xonadon egasi mayli. Jahongirni chaqirish kerak, himoya huquq buzilyapti-da. Xonadonda kimlar bor? Birga yashamaydi. Xonadonda Nima? Birinchi Elyorbekni yonini ko'zdan kechiring, noqonuniy narsalar bo'lsa olinadi. Mana qarangda, kamerani yo'qing. Mana boshqa cho'ntagim yo'q. Yo'q, ha? Ha, siz chaqirdingiz, chiqib kelyapman. Bu xonadon meniki emas. Men chaqirdim boshqa hozir. Ishim bor. Xola, bu vaqtiki bo'lmasa ham sudda ko'rsatib o'tilyapti. Falonchi xonadon deyapti. Ajrim Siz gapirmay gapiring, onamga gapirmang. gapirganimiz yo'q, tushuntiryapti. Menga ma'lumotim oliy. Mana Gapirmasin, kelinglar. o'zingiz borib gapiring. Shoshilmay turing. Shoshilmay. Ko'zdan kechiraverasiz. Ana shu turasiz, himoya keladi, birga turaman siz bilan ko'zdan kechiradi. Hech kim sizga qarshilik qilmaydi. Bemalol. Siz kimsiz? Biz jinoyat hududi xodimimiz. Nima tanishtirmayapsiz kirib kelishingiz bilan? Mana tanishtirgan. Bunday qilib gapirmasdan gapiring, bunday qilib gapirmay onamni. So'roq beradi bersa, tushunizmi? Bo'ldi, So'roq beradi bersa, bunday qilib gapirmay onamni. Tushunizmi? So'roq olamiz onamni. Elyor bo'ldi. xonadonda turgan shaxslarni holatga chaqiring baba. Bu mehmon. Mayli, Bu ham mehmonlar. Yo'q, payt o'ylab, qo'shnidan chaqir. Yo'q. Xolis chaqiramiz, faqat turinglar. Men sizlar bilan birga turaman. Xola, To'xtab turing. Hurmatli terrorizm xodimi, to'xtab turing. Elyoraga. Xolis bo'lish kerak. Xonadonda turgan shaxslar chaqiring. Yaxshi. Xonadonda hamma bor. Chiqsin, balki. Ikkita usta bor. Qani? Xolislar, baqa o'tib olinglar, xolislarni tanishtiring. Xolislarni tanishtiring. Siz o'zingizni tanishtiring. Yo'q, xolislarni Siz o'zingizni tanishtirib bo'ldim. Tanishtirganingiz yo'q, xizmatga boqmaysiz. Ko'rsataman sizga. Bo'ldi. Men bilan tortishmoqchi emasman, просто protsesor. Jim tur, bo'ldi, olishmay gaplashma, nima qilman? Razbor qilman. Men hozir advokatni chaqiraman, oldida harakat qilasizlar. Xola, tushundim. Siz eshitdingiz. Qilaolmaysizlar. Marhamat qilaveringlar. Bo'ldi, Elyoraga nima aytaman? E'tirozimiz yo'q. Hozir bilganlaringni qilinglar akalar. Lekin mana shu harakatlaring noqonuniyligini men isbotlab beraman sizlarga. Bemalol. Marhamat. Xolislar yo'q bu yerda. Bemalol. Men shartdaman. Akalar oldilaringda turaman. Xolislar bemalol. Mana tashdan boshlaylik, keling mana tualetdan boshlaylik. Keling. Mani e'tirozim yo'q. Elyor aka, Marhamat, lekin himoya huquqim buzilganligini menga isbotlang. Tualetdan boshlayman. Tualet, oshxona bemalol. Hozir men eshikni ham ochtirib beraman aka sizlarga. Kalitlarni olib chiqadilar, o'zlari Elyor ochadi. aka, o'zim turing albatta. Mana turibman, turavering. Xonadonning egasi bor-da. Yo'q, siz Xonadonda gapiring.
Men qarang, sizni Mana o'tiribman masjidda. Xonadonda egasini chaqirdik. Qolamiz. Ishlayaptilar. aka. Elalakum. Aka hech qanaqa qimirlaganim yo'q. Nosim olyapti. Bo'ysunmayapsizmi hozir qonuniy talabga? Olib keling 191 qilasiz bo'ysunmayapti deb. Turibman xonadonimda, qaqa qochyapman. Siz prosta Ajrim siz bo'yicha chiqyapti. himoya huquqini ta'minlab bering deyapman. Himoya huquqingizni o'sha Majbursiz. Ha, o'zini chaqiray desam siz nima deyapsiz? bu yerda advokat qatnashishi bo'yicha hech qachon Qatnashish kerak. U sudda qarorda yozilmaydi. Hozir tezkor tadbirni o'tkazamiz. Marhamat, o'tkazavering. Billa, mana o'tkazavering. Aka, e'tirozingizni eshikni ochib berdik. Hech kim hech qanaqa qimirlagani yo'q, qochgani yo'q. Bemalol aka. Baxtiyorjon, Bemalol. uyda egalarini hammasini kabinaga chiqaraylik. Nima, ezoqar ayollarni chaqiraylik. Chaqiring, baqachi. Yo'q aka, Eliyot aka. Aka, hech qanaqa ketganim yo'q. Iloraga baqaring. Tavba qilib. Marhamat, advokat ta'minlab qo'ying. Advokatni o'sha yerda chaqiramiz, ta'minlaymiz. Mana shu yerga chaqirasiz. Xolislar bo'lish kerak. Men chunki xolislaringga ishonmayman akalar. Xafa bo'lmanglar, o'tgan safargi xolislaringni sudda saylab qo'ygan. Tanishtirib qo'yib o'zini tanishtiring. Yo'q, u tanishtirish bilan to'xtatib turing. Xolis bo'lish. Siz talabaysiz xolisda kimligini siz talabaysiz bularni. Siz talab bermaysiz. Qanaqa beringlar, aka kechirib qo'yasiz. Xolis bo'lish kerak. Yo'q, torturamaysiz bilan xohlagansiz. Sudda o'tgan safar mana qo'shninikida talab bermaysiz. Kim xolis bo'lishligini. kechirasiz aka. Bu siz chaqirgan odamlar xolis bo'lolmaydi. Nimaga biz chaqir? Ko'chadan ushlab kelamiz ikkita xolis. Yo'q, buni bilmaymiz. Siz bilan birga kelyapti. Bunday olib kirilyapti. Yo'q. Aka, bo'ldi tortishmang. Keling. Bemalol o'tkazavering. To'plasizmi? Turibman yoningizda turib. Hech narsa muammo bo'lmasligi uchun o'zidan bilib yurasiz bu bolalarni. Yurib ketdik. Kiringlar. Aka, men kamera bilan yuraman. Bo'ldi, kamerangizni Hozir keladi kamera. Sizlar huquq bermayapsizmi? Cheklab qo'yinglar. Hozir kirib kelib xonadonimga. Siz bo'yicha muomala hamma holat. Aka, men sizga qarshiligim yo'q. To'xtab turing. Sizni Kameradan bo'lish kerak. Yo'q. faoliyatini Yo'q. Men yoritishim uchun kerak bo'ladi. Kechirib qo'yasiz. Yo'q demaysiz. Yo'q. Kechirib qo'yasiz. Cheklamaysiz. Keling. Aka, o'tkazavering. Yoningizda turibman. Eshigimni ochib berdim aka sizga. o'zidan bilib Ular qatnashing. bo'lmasa bitta xonadon vakili Ha, bo'lsin. xonadon vakili mana Nima ichida. qilyapti? Mana işte advokatini chaqiradi. Keling, ola boshlab turaveramiz. Jahongirga telefon qilib, Kelyapti, shoshilmang. bo'ldi, shoshilib haqqilari yo'q-da. Noto'g'ri aytyapti. Aka, bemalol. Bemalol. Keling, ba'zan Mana boshlang, o'sha ishlarni boshlang. Advokatim keladi, oldida boshlaydi. Siz advokatingiz qachon keladi? kelyapti. Qanchada? 10 minutga keladi. Sizni haqqingiz yo'qmi? Bo'ldi. Aka, tortisholaman sizlar. Men sizga aka marhamat. Aka, marhamat. Kirib boshlab bir boshdan kiravering. Hamma xonaga kirib chiqing. Mana hech nimadan qo'rqmayman bo'lib, faqat xolis bo'lish kerak. Xolis bor. Men ishonmayman deb xolislaringizga tashlab qo'ysa-chi, bilammi? Sizga tashlab qo'ysa. Aka, menda gumonim bor. Tashlab qo'yasiz. qo'ysa degan Siz birovni tashlab qo'yasiz. Men sizni oldingizda turaman. noto'g'ri Gumonim bor. Gumonim bor. Gumonsiz meni oldin tekshiring oldingiz. Chiqaring cho'ntagingizni. Siz chiqaring cho'ntagingizdagilar. Mani telefonimga Aka, marhamat. Qizim keladi, qizimni nomida uy, qizim kelyapti. Shoshilmang. Uy qizimni nomida. Bu ajrim Men shartdaman. Hech qayerga qimirlaganim yo'q. Akalar, bemalol. Eshikni ochib berdim. ajrim bo'lsa Nimaligam borim yo'q. Qo'limga kelgani yo'q. O'qish qiladi, men tanishim kerak bu bilan. Tanishgan mehmonim bor. Jambot bekitgani keldik bugun. Chaqiraman. Mana Shoshilmay, aka himoyachi bo'lish kerak. Yo'q, himoyachilar yo'q. Aka, narsani to'g'ri tushuningda, men tortishmoqchi emasman. Himoyachi bo'lish kerak. Aka, xolis bo'lish kerak. Aka, xolis. Yo'q, bitta narsada jon aka tortishmaysiz. Sudda yutdim. Sababi o'tgan safar mana yerda xolislarni olib kelishadi, ularni bilmaymiz deb turib. O'shaning uchun men ishonmayman bularga. ko'rib turibman. Aka, sudda yutib chiqdim men. Keling, marhamat, xolis olib kelinglar, ko'chadagi xolis. boshlaylar musaqani xolis. Bolalarni qo'rqityapsizlar. Bolalarni qo'rqityapsizlar. Bolalarni qo'rqityapsizlar. yo'q, to'xta. Bolachalarni qo'rqityapsizlar. Insof bormi?
Aka men ishonmayman sizga. Men ishonmayman. O yerdan cho'ntagingizni ko'rsatib kirasizlar bitta. Marhamat. Hech kim qarshilik qilmaydi. Ashida turamiz, cho'ntagingizni chiqarasiz, ko'rasiz, keyin kirib kelasiz. Aka. Mana tanishtirib kameraga kelinglar. Tanishtirib. Eshitadi, eshitmaydi tanishtirib. Men hozir o'qib olaman. 2 minutga keladi. Lekin meni qo'limga berilgan yo'q buni. Beriladi, akbar Kopiya qilib, kopiya qilib, bayonnomalardan kopiya qilib berasiz, shikoyat qilishimiz kerak. Shikoyat oldi shikoyat qilishdan oldin biz o'qing. Himoyachi bo'lish kerak. Kechirim bersa, qaniyatdan cho'ntaklaringni o'zlaring. Yo'q, o'zlaring cho'ntaklarini ko'chib kirasizlar. Qayta aytgan. Qayta aytgansiz bo'lmasa, qayerdan bilaman siz tashlab qo'ysangiz chiqaronaman. Tashlab qo'ysangiz chiqaronaman. Yo'q, siz qayerdan bilaman tashlab qo'ysangiz-chi? tashlab qo'ymaysiz. Kafolat bermaysiz siz. Aka, mashina bilan turaman. Syomkaga keladi. Zo'rada, mashina bilan turaman siz bilan. Billa siz bilan cho'ntagingizni to'kasiz, billa kiraman. Eshikdan qimillamayman. Tushundingizmi? Men sizga ishonmayman. Shaxsan sizga ishonmayman. E'lanmasdan gapiring. Amalingizni baylab qo'ygan yo'q. Baylab qo'ygan yo'q. Tushundingizmi? Urmayman sizni. Nima qilaman? Nima qilaman? Nima baylab qo'ygan yo'q. Sekin o'zingiz bosib gapiring. Mani mana akelab qilyapsiz. Telefonni olchi, syomka tutib. Syomka tutib. Qaysi syomka tutib? Tadbir jarayonini syomka qilish yo'q. Siz tortib olishga haqqingiz yo'q. Nimaga haqqingiz yo'q? To'xtab, shartta turibman. Deymi? Qo'lingizni tekkizmang. Sizga qarshi qilganim yo'q. Turibman. Himoyachi kelsa bo'ldi. To'xtatinglar, mashina turamiz, himoyachi. Ustayam xolis bo'laveradi. Himoyachi kelsin. Bo'ldi, mana xolis bo'laveradi. Bolam nogiron akalar, bolam nogiron, yuragi chata. Ochiryapsizlar ba'zan. Ben xonadonimda turibman. Xonadonimda, turibman. Jamoat joyida turganim yo'q. Men xalaq bermayapman. Sizlar qonuniy qilinglar. Hech kim e'tirozi yo'q. Eshikni ochib kirib keldilar, hech kim e'tiroz bildirmadim, itarmadimmi? Chiqarib olmadim ko'chaga. Yechirib qo'yasiz. Bolamning yuragi kasal deyapman. Bilyapsizmi? Osilyapti Akbarjon. Ko'rib turibman, qo'liga osilyapti. O'tib turibman, hech qayerga ketganim yo'q. Xonadonda turibman, onam kelib. Nima, cho'chiyapsizlar shunchalik? Qo'rqyapsizlarmi? Bitta odamlar noqonuniy harakat qilganlaringdan qo'rqyapsizlar-da. Nimaga noqonuniy? Noqonuniy harakat qilgan. Aka, boring tekshirib chiqing. Nima topadi? Kim ko'rsating? Kechiring. Davom ettiramiz. E'tirozlari bo'lsa, nima joyga chiqaveradi? Huquqlari bor. Hozir advokatim keladi. Yo'q, advokatcha qanday chiqaveradi? Biz advokatingizni biz siz qatnashmasin deyapmiz. Avaz berarga telefon qil. Hamma kelsin aka. Omar axborot olsin zakilar. Syomka kamerasini oladi. Olsa keladi. Oladi. Qo'lingizni oling. Qo'lingizni oling. Aka, qo'lingizni oling. Olamdan qo'lingizni oling. Bo'ldi, Elyor aka. Men xonadonimda turibman, meni huquqim olish. Darvozada olganim yo'q, meni xonadonimda Bolam! Deyma bo'lamiz! Bolam o'lib qoladi! Odamga deyma! O'tqiz! Tintuvingni o'tqiz! Xudo xayringni bersin! O'tqiz! Bor o'tqiz! Turibman, qo'lingni ol! Qo'lingni ol! Qo'lingni ol! Ey, chiqingmi? Bolam o'lib qoladi deyapman! Bolam o'lib qoladi! Bolam o'lib qoladi, nogiron bola! Bola nogiron deyapman! 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 Bola nogiron! Bola nogiron deyapman! Bola nogiron!
Bola nogiron. Bola nogiron deyapman. Bola nogiron. Elyor aka bo'ldi, men chiqaylik. Bola nogiron. Yuring chiqaylik, bo'ldi. Chiqinglar, advokatim kelsa chiqaman. Chiqinglar. Bola nogiron deyapman. Bola o'lib qoladi. Bola o'lib qoladi. Bola. O'zlaring qo'rqityapsizlar bolani. Bolani o'zlaringiz qo'rqityapsizlar. Chiqaylik. Qo'limda kesishdi. Keling, bo'ldi. Norin bering. Bo'ldi, qochinglar. Qochib turing, men o'zim tinchlantiraman. Puling kerak. Puling kerak. Chiqinglar, yerimda tinchlantiraman. Puling kerak. Bo'ldi, Elyor aka, o'zlaring qo'rqityapsizlar. Aralashmang. Turinglar, Aralashmang. Keling, hozirlar chiqaylik havoga. Elyor akamga qarasam, bo'ldi, keling. Javob beraman. Aralashmang. Bola hozir bir narsa qilib qo'yasiz Chiqinglar, yuving betini o'zingiz suvda yuving. Asmasi bor. Chiqing xola. Siz chiqib aralashmay turing xola. Hozir siz mana bu yerda aralashyapsiz. Sizni faoliyatim. Mana hozir pichoq ko'tarib bizga Антикоррупция.